Tasavvur qiling, suv omborlaridan bo'shagan yerlarda ekin ekib, o'sha joylarda bog'larni, tokzorlarni barpo etish mumkin. To'g'ri eshitdingiz, ushbu xabarimizni oxirigacha ko'ring. Mamlakatimizda suv fondi yerlardan foydalanish bo'yicha yangi bozor mexanizmlari joriy etilmoqda. Unga muvofiq endilikda suv omborlaridan bo'shagan, biroq namligini saqlab qolgan yerlar qishloq xo'jaligi sohasidagi ishlab chiqaruvchilar, xususan fermerlarga mana bunday bog'larni barpo etish uchun, tokzorlarni barpo etish uchun, umuman qishloq xo'jaligi sohasi ekinlarni ekish maqsadida ijaraga taqdim etiladi. Mazkur ijaralar ochiq onlayn auksion savdolari orqali amalga oshiriladi. Va eng muhimi bilasizmi nimada? Mazkur yerlardan foydalanish natijasida fermerlar, qishloq xo'jaligi sohasidagi ishlab chiqaruvchilarning moddiy, iqtisodiy imkoniyati yanada oshadi. Chunki aynan mana shunday yerlardagi unumdorlik boshqa yerlarnikidan albatta farq qiladi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, ilgari foydalanilmagan qishloq xo'jaligi sohasidagi imkoniyatlarni ishga solish bo'yicha prezident tomonidan alohida topshiriqlar berilgan. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, prezidentimizning farmonini mana bu yerda ko'rdingiz. Mana Suvchilar maktabining rasmiy Telegram kanalidan olishingiz mumkin. Mazkur hujjatni yuklab olgan holatda batafsil tanishib chiqishni barchaga tavsiya etamiz. Va qishloq xo'jaligi sohasidagi mana shunday yangiliklardan, qonunchilikdagi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, unda Suvchilar maktabining ijtimoiy tarmoqdagi barcha sahifalarini kuzatib boring hamda obuna bo'ling.